Xullas qarindoshlar, chopperga muz bo'laklarini solib, ustidan kofeni solib, yaxshilab aralashtiradigan bo'lsak, shunda hech kim jabr ajoyib narsa bo'lar ekan-de. Tayyor bo'lgan maskani stakanga solib, bemalol ichsak bo'lar ekan. O'xsharmikan a? Deb turib, imana mana shu retsept uchun men rastvarimiy kofe oldim shu desanglar. Ya'ni eritiladigan kofeni olib shunaqa yaxshilab maydalab oldim de birinchi. Ana undan keyin chin bozor do'konimizda sotiladigan mindechkin silikonli muz idishimizdan osongina muzlarni chiqarib olib, chopperga solib, uni ustidan hozirgina maydalagan eritiladigan kofeni solib, endi bo'lganga yarasha shirin bo'lsin deb ayamasdan shakarni soldim. Chopper janavar aralashtirishga qiynalmasin deb ozgina suv sovordim. Shu bilan chopper aralashtirishga jo'natib yubordim. Juda ko'p aralashtirish kerak ekan buni. Ancha muddat aralashtirgandan keyin shunda chopperni ochib qarasam, videoda ko'rsatganchalik oppoqqina bo'lmasa ham jip-jigarli ajoyib massa hosil bo'ldi. Eng qizig'i teskari qisanglar tushmas ekan. Hammasidan ham eng asosiy joyi, ya'ni degustation joyini birdaniga boshlab yubordim. Mazasi. Muzdegini juda bir ajoyib narsa bo'lar ekan qarindoshlar. Qarindoshinglar tadbirkor emasmi? Qarindoshlar, shu joyga bitta ideya keldi. Bitta butkacha ochib muz bilan kofeni shunaqa yaxshilab chopperda aralashtirib, shunday ichkin stakanchaga qo'yib sotadigan bo'lsam, nech pulga olgan bo'lardinglar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Qarindoshlar, bu biznes ideyani boshqa qarindoshlarga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin. Xullas qarindoshlar, bugungi videomiz happy end bilan tugatdi. Happy end.